Mana bu kadrni 40 qadam narida turib syomka qildim. Na yaqinlashdim, na uni bezovta qildim. U meni hattoki sezmadi ham. Bu kadr optik 7x zoom holatda suratga olindi, ya'ni 7 marotaba yaqinlashtirilgan holatda. Mana bu video esa optik 3,5 marotaba yaqinlashtirilgan holatda syomka qilinyapti. Sifat o'sha saqlanib qoldi. Detalizatsiya va ranglar hammasi joyida. Agar 3,5x da sifat shunaqa bo'lsa, unda 10x da qanaqa bo'lar ekan? Yoki qorong'u tushganda bu smartfonning kamerasi yaxshi syomka qila olarmikin degan savol tug'iladi. 3,5 va 7x zoomlar o'z yo'liga. Bu modelda yana bitta qiziq jihati bor. Ya'ni 100x da ham suratga olsa bo'lar ekan. Olingan surat bu shunchaki marketing yoki rostdan ham ishlaydimi? Va eng asosiysi $8 smartfonning kamerasi qanaqa darajada, ya'ni flagman nomiga teng kela oladimi yoki bu shunchaki reklamami? Lekin o'sha kamera testlariga o'tishdan oldin qo'limda qanaqa smartfon turganini tushunishingiz kerak. Chunki o'rtoqlar, bu smartfon faqat kameradan iborat emas, bizani hayron qoldiradigan jihatlari ham ko'p ekan va albatta kamchiliklari va menga yoqmagan jihatlari ham bor ekan. Assalomu alaykum. Men Ma'ruf Mirzayev. Bu esa Honor 600 Pro. Siz yaxshilab joylashib olasiz. Bugungi videoda mana shu smartfon bilan batafsil gaplashamiz, ya'ni to'liq obzor qilamiz. Aytgancha o'rtoqlar, hozir esimda bor edi, bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Xullas, men sizlarga sovg'alar tayyorlab qo'yganman. Video davomida ularni qanaqa qilib yutib olish haqida sizlarga ma'lumot beraman. Xullas, o'rtoqlar, anchadan beri o'zi rozergish qilmayotgan edik. Mana o'rtoqlar, mana shu videoda rozergish qilamiz va o'rtoqlar, sizlarga men bitta dona emas, bir nechta sovg'alar tayyorlab qo'yganman. Xullas, endi boshlasa ham bo'ladi. Smartfonning displeyi katta o'lchamda bo'lmaganligiga hayron bo'ldim. 657 dyum AMOLED displey, 1.5K aniqlik, 1 MHz yangilanish tezligi. Va o'rtoqlar, bir narsani tushundimki, bu model ergonomika bilan birga kamera va tezkor ishlaydigan model yaxshi ko'radiganlar uchun ekan. Chunki kuchli model deganda asosan ko'z oldimizga katta o'lchamdagi flagman modellar kiradi. Xo'sh, bu model ergonomikani saqlagan holatda rostdan ham kuchlimikan? Hozir bu videoda hammasini bilib olamiz. Honor kompaniyasi bu modelga Sunlight mode rejimini qo'shgan. U tashqaridagi ko'rinuvchanlikni 128% ga oshiradi. Bu narsani men ko'chada peshin payti sinab ko'rdim. Rostdan ham hamma narsa bemalol ko'rinyapti. Lekin bu degani 8000 nit emas. Chunki o'rtoqlar, Honor 600 Pro displey yorqinligi 8000 yozilgan. Men shunchaki raqamlar deb o'yladim. Asosiysi quyoshda yaxshi ko'rinishi, raqamlar esa sizga psixologik kuchli ekanligini bildirib turadi, xolos. Lekin menga yoqmagan joyini aytaman. Qaranglar. Misol uchun mana bu Honor 600 o'zi. Mana bu Honor 600, mana bu esa Honor 600 Pro. Displeyda nima farqi bor? Ya'ni oldi tarafdan bu smartfonni displeyda qanaqa farq bor? Qanaqasiga ajratsa bo'ladi bu smartfon, ya'ni Pro ekanligini displey tarafdan nima bildirib turadi degan savol tug'iladi. Chunki bu ancha qimmat model. Oldi tarafdan ham bilinib turish kerak edi aynan Pro ekanligi. Ikkita model ham 1 MHz qo'llab-quvvatladi, hattoki pikslari ham bir xil. Hozir qo'limda ikkita modelni ushlab turibman, displey tarafini qaratib. Qani ajratib ko'ringchi, qaysi biri Pro, qaysi biri oddiy versiya ajrata olmaysiz. Chunki displey hamma taraflama bir xil. Shuncha pul to'lab Pro versiya sotib olasiz, lekin uni displeyi oddiysi bilan bir xil. Bu bilmadim o'rtoqlar, bu misol uchun Pro sotib olgan odamga bu alam qilsa kerak deb o'ylayman. Misol uchun Pro bo'lgandan keyin displey tarafdan ham qanaqadir uni ustunligi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Albatta bu meni shaxsiy fikrim. Agarda shunaqa fikrda bo'lsangiz, kommentariy yozib qoldiring. Menga bu narsa juda ham qiziq. Mayli, nima bo'lganda ham displey ranglarini chiqarib berishi a'lo darajada. Men o'ylaymanki, bu modelda displey ko'rsatkichlaridan hech kim shikoyat qilmaydi. Chunki tunda xizmat qilishi uchun ham 3840 Hz li PWM texnologiyasi bor. Bu nima degani? Misol uchun qorong'uda telefonni ishlatsangiz, ko'zingiz kamroq charchaydi, boshingiz og'rimaydi. Bu narsani ko'p vaqt telefon ishlatadiganlar juda ham yaxshi qadrlaydi. Ya'ni bu texnologiya qorong'uda smartfondan ko'p foydalanib ishlatadiganlarga juda ham zarur. Honor 600 Pro uchun nazarimda katta mehnat qilinmagan. Negaki Pro versiya qimmatroq bo'lsa-da, Honor 600 dan ergonomik jihatdan ham deyarli bir xil. Hattoki Pro 10 grammga og'irroq. Bir xil alyumin ramka, bir xil oldi shisha, IP68, IP69 K himoya. Hattoki taqdim etilgan ranglari ham bir xil. Bir xil o'lcham, 708 mm qalinlikda. Xullas, ikkala modeldan ham bir xil ergonomika va qulaylikni his qilasiz. Yagona ko'zga ko'rinadigan farqi mana shu 3-kamerasi bo'ladi. O'rtoqlar, bu Pro ekanligini mana shu kamerasi orqali bilib olsak bo'ladi bu smartfonning orqa tarafdan. Misol uchun, Pro uchun qo'shimcha pul to'lab sotib oladigan bo'lsangiz, Pro versiyani, misol uchun siz bu smartfonni dizayniga pul to'lamayapsiz, ergonomikasiga pul to'lamayapsiz, displeyga ham pul to'lamayapsiz. Ichidagi kuch va mana shu qo'shimcha obyektiv uchun palon pul to'lab Pro versiya olasiz. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Bitta obyektiv, ya'ni 3-kamera nima qila oladi? Esingizdami, video boshida men sizga savol bergandim. 12 ta syomka qilsa nima bo'ladi? O'zi bu smartfon qorong'uda syomka qila oladimi deb va shu qatorda 120 marotaba yaqinlashtirib rasmga olish bu marketingmi yoki haqiqatmi? Endi bularni hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Ochig'i ba'zi natijalar meni ozgina hayron qoldirdi. Marhamat, o'zingiz ham
Bularni ko'ring. Smartfonni kamerasini test qilish uchun bir bog'ga bordim. Mana bu videolarni syomka qildim. Videoni sifatiga e'tibor bering. Ranglar ko'zga juda ham yoqimli ko'rinyapti. Hattoki ozgina ketishini ham kutdim. Quyosh botgandan keyin ham video syomkalar qildim. Mana bu kadrlarni esa aynan o'sha vaqtda, ya'ni quyosh botgandan keyin syomka qildim. 4K 60 FPS da syomka qilyapti. Videolarga ahamiyat bergan bo'lsangiz, deyarli shub yo'q, sifatni juda ham yaxshi saqlab qolyapti. To'xtang, bu hali hammasi emas. Bu smartfonning kamerasini men maksimal darajada hamma rejimlarda test qildim. Chunki o'rtoqlar, bu smartfonning asosiy fishkasi bu uning kamerasi. Xullas o'rtoqlar, bu smartfon 3 ta kamera bilan jihozlangan. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, shirik kamerasi, ya'ni keng qamrovli kamerasi 12 megapiksel, mana bu teleobyektivi esa 200 megapiksel. Endi esa umumiy kamera testini ko'rishingiz mumkin va o'rtoqlar, bu videoni kamerasi uchun kommentariyada 1 dan 10 gacha sizlardan baho kutaman. O'rtoqlar, sirazi 3.5 zoomdan boshladim, chunki bu modelning eng asosiy fishkalaridan biri, ya'ni kamerasiga fishkalardan biri 3.5 marotaba yaqinlashtirganda ham sifatni buzilmagan holatda juda ham yaxshi sifatda syomka qilib berar ekan. Xullas o'rtoqlar, 4K 60 FPS ga qo'yilgan, 3.5 marotaba yaqinlashtirgan. Hozir operatorimiz mendan taxminan 3 metr atrofida uzoqlikda syomka qilyapti. Mana shunaqa sifatda bemalol syomkalar qilsa bo'lar ekan. Honor 600 Pro modeli. Endi hozir boshqa rejimlarda ham birma-bir sinab ko'ramiz. Ana endi bu o'rtoqlar ya'ni shu standart holatda syomka qilyapti. Hech qanaqa yaqinlashtirilmagan, hech qanaqa filtrlar ishlatilmayapti. Faqat 4K 60 FPS ga qo'yilgan standart holatda video syomka qilyapmiz. Videoni sifatiga o'rtoqlar bitta baho berib qo'yaylik, chunki Honor kompaniyasi bu model uchun kamerada juda ham katta ishlar qilgan. Hali bularni o'rtoqlar tungi syomkalarda ham test qilib ko'ramiz. Hozircha o'rtoqlar mana bu 1x ga, ya'ni asosiy kamerada syomka qilishga kommentariyada baho berib keting. Qaranglar o'rtoqlar, hozir mana bu holatda, ya'ni uzoq masofadan 1x da syomka qilyapti-da. Hozir buni 10 ga qo'yamiz. Ya'ni bu smartfon maksimal darajada mana ko'rishingiz mumkin 10 marotaba yaqinlashtirilgan holatda video syomka qiladi. Xullas o'rtoqlar, taxminan oramizni bilmayman hozir bu necha metr, 20 metrmi, xullas juda ham balanddan syomka qilyapti. Mana shunaqa sifatda video syomka qilsa bo'lar ekan. Aytmoqchi bo'lganim, 10 da ham bu modelda yaxshi videolarni olsa bo'lar ekan. Xullas o'rtoqlar, maksimal zoom bu modelda 10x. Lekin selfie kamerasi ozgina dilni xira qilgandek bo'ldi. Bu kimgadir endi misol uchun muammo emas, lekin kimdir bu narsaga ahamiyat beradi. Ya'ni selfie kamerasida 60 FPS yo'q ekan, faqat 30 FPS gacha video syomka qilar ekan, lekin bitta narsasi yo'qdi. Ya'ni qaranglar. Selfie kamerada hozir 0.8 da olma joyida mana misol uchun buni 1 qilsak bo'ladi, ya'ni buni ozgina uzoqlashtirsak bo'lar ekan. Umumiy sifati, lekin selfie kameraning umumiy sifati yomon emas. Ya'ni terini ranglarini chiqarib berishi, ranglarni umuman olganda juda ham yaxshi chiqarib beryapti. Sifat taraflama gap yo'q, muammo yo'q, lekin o'rtoqlar shu bitta yoqmagan tarafi 4K 60 FPS yo'qligi. Endi bu menga shunaqa, balki bir xilligi bu narsa unaqa zarur bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Xullas shunaqa gaplar. 4K 60 FPS ga qo'yilgan va qorong'ida video syomka qilyapman. Xullas, hop, osmonga qaratamiz. Zerno bormi yo'qmi shuni aniqlash uchun. Zerno deyarli yo'q o'rtoqlar, ko'rasizlar? Deyarli yo'q. Endi yaxshilab qarasa, professional videograflar buni sezmasa, lekin yo'q. Detalizatsiya qilish yaxshi. Hozir 1x da turibdi. Hech qanaqa yaqinlashtirilmagan yoki uzoqlashtirilmagan. Mana shunaqa sifatda, hop, ranglarni ko'ramiz. Yaxshi. To'g'rimizda Marriott degan mehmonxona. Hop, 3.5 optikdan foydalanamiz va yozuvlarni ko'ramiz. Yozuvlarni yaxshi chiqarib beryapti. Go'sht bilsa bilar, mana reklama bo'lib ketyapti. Xullas, suv va binolarni detalizatsiya qilishi. Qani? Yomon emas. Ozgina endi 3.5 da zerno qo'shildi. Bu normal qabul qilamiz buni. Chunki o'rtalar har holda qorong'i va yaqinlashtirilgan holatda olinyapti. Mana bu 1x o'zni qaranglar. Juda ham zo'r, o'zini ko'rsatyapti qorong'ida. Xo'p, 3.5 yana 3.5 yozuvlar yaxshi. Bannerdagi yozuvlar ham yaxshi. Odamlar yoqimli ishtaha. Rasmga olishiga keladigan bo'lsak, ochig'i men bunaqa natija kutmagan edim o'rtoqlar, chunki qorong'ida ham, yorug'da ham optik zoomlardan foydalanganda ham o'rtoqlar, kelinglar o'rtoqlar, buni o'zingizlar ko'ringlar. Xullas o'rtoqlar, marhamat, bu smartfondan olingan rasmlar. Bunga ham baho berib ketaylik aytgancha.
Bitta narsaga anchadan beri qiziqib yurgandim. Honor 600 Pro modelda o'zini qanaqa qilib rasmga yoki videoga olsa bo'larkin deb. Misol uchun 10 metrdan, ya'ni uzoq masofadan optik zoomdan foydalangan holatda hech kim yordamisiz, masalan, faraz qiling, bir o'zingizsiz, lekin chiroyli kadrlar chiqarishingiz kerak. Xo'sh, qanday qilib? Men bu narsani yechimini topdim. Honor Choice Watch 2 orqali qilsa bo'ladi. Chunki Honor kompaniyasi ekotizim uchun alohida e'tibor qaratyapti. Men o'zim bir vaqtda o'zida Honorning soati va naushnikini ishlatib ko'rdim va o'rtoqli ajoyib qulayliklarni sezdim. Honor Choice Watch 2 modeli bu shunchaki soat emas, yurak urishi, qandagi kislorod, uyqu, stress hammasini kuzatib boradi. Bu soatda 109 ta sport rejimlari bor. 5 tasini o'zi avtomatik taniydi. Yiqilib tushsangiz yoki biron bir yordam kerak bo'lsa, yuqoridagi tugmani 5 marta bossangiz favqulodda kontaktingizdagi o'zingiz belgilab qo'ygan raqamga avtomatik qo'ng'iroq qiladi. Va o'rtoqlar, bu soatda eng qulay jihatlardan biri qo'ng'iroqlarni to'g'ridan-to'g'ri bilagingizni o'zida qabul qilasiz. Misol uchun telefonni cho'ntakdan chiqarmaysiz. Qo'lingiz esa band bo'lsa ham, lekin bu soat bilan telefonda bemalol gaplashsangiz bo'ladi. Barcha ma'lumotlarni Honor Health ilovasidan kuzatib borsangiz bo'ladi. Endi quloqchinga keladigan bo'lsak, Honor Choice Headphone 2 bu quloqni to'liq o'rab oluvchi model. Atrofdagi shovqinni tamoman o'chiradi va eng zo'r tarafi 80 soatgacha batareyka sizga bemalol yetib beradi. Ya'ni 3-4 kun bemalol zaryadkaga qo'ymasangiz ham bo'ladi. Bu naushnik sizga musiqa, kino, mashg'ulot, safarga chiqish, podkastlarni tinglashga yetarli darajada bemalol xizmat qilib beradi. Xullas, hammasi bir-biri bilan yaxshi integratsiya qilingan. Misol uchun bular bir-birini juda ham yaxshi tushunadi. Mana shu Honor kompaniyasining ekotizimi bo'ladi. Honor 600 Pro haqida birinchi marotaba eshitganimda protsessoriga to'g'risi men hayron bo'lganman. Misol uchun 1 yil oldingi chiqqan protsessor bilan jihozlangan va holanki telefon 2026-yilda taqdim etilyapti. Misol uchun, agarda pulni ekonom qildi deb o'ylasak agar, aytaylik, Honor Win degan modelni yaqinda obzor qilib berdim sizlarga. Misol uchun to'liq obzor qilib berdim. Aynan o'sha telefon bitta kompaniya mahsulotlari narxi bo'yicha hattoki bundan ozgina arzonroq, lekin o'sha modelga eng oxirgi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 qo'yilgan. Lekin mana bu telefon 2026-yilda chiqyapti. Bu ham o'sha kompaniyaning mahsuloti, lekin o'rtoqlar, bu smartfonga Qualcomm Snapdragon 8 Elite protsessor o'rnatilgan. Bu modelga ham eng oxirgi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessor qo'yganda nima? Honor kompaniyasining puli kamayib qolarmidi degan fikr kelib qoldi. Albatta kamayib qolmasdi. Nabora telefonning obro'siga yanada qo'shimcha obro' qo'shilardi. Mayli nima ham deymiz, bu protsessor ham yomon emas. AnTutu'da test qilib ko'rdim. 3 million ball yig'di. To'g'ri, eng oxirgi Gen 5 protsessor bilan benchmarkda taxminan 20% ga tezroq bo'lsa, AnTutu'da esa bu 40% gacha farqi bor. Lekin to'g'risini aytsam, bu farqlarni kundalik hayotda siz umuman sezmaysiz. Ilovalarning ochilib yopilishi, smartfonni scroll qilish, hattoki og'ir o'ylarda ham hammasi bir xil silliq ishlab beradi. Bundan ham qizig'i, testlar shuni ko'rsatdiki, Honor 600 Pro dagi chip uzoq o'yinlarda ham o'zini barqaror ushlab beradi. Ya'ni men o'zim ham bu smartfonda misol uchun 1 soat o'ynab test qilib ko'rdim. Telefon qotib qolmadi. Ya'ni qo'lni kuydiradigan darajada qizish holatlari ham kuzatilmadi. Bu degani o'yinlarda o'zini yaxshi ko'rsatdi. Masalan, bu modelda PUBG Mobile'ni 1 soat o'ynab test qilib ko'rdim. Qizish holati norma, qo'lni kuydiradigan darajada emas. Smartfon qizib ketib, har xil frizlar ko'rsatmadi. O'zini yaxshi ko'rsatdi. O'yinlardagi FPS tushib ketish holati ham kuzatilmadi. 120 FPS ni to'liq ushlab turdi. Xo'sh, o'rtoqlar, interfeys ishlashini ko'radigan bo'lsak, bu smartfonni men bir necha kunlardan beri ishlatib yuraman. O'zini juda ham yaxshi ko'rsatyapti. Ko'rayotganingizdek, o'rtoqlar, qotib qolish degan narsa yo'q. Ya'ni mayda friz ham ko'rinmadi, o'zini juda ham yaxshi ko'rsatdi. Ilovalarni ochilib yopilishda ham o'rtoqlar ahamiyat bersangiz bo'ladi. Animatsiyalari juda ham silliq o'tyapti. Xullas, o'rtoqlar, bu smartfon qotib qoldi degan narsalarni ko'rmaydi. Ya'ni qotib qoldi degan so'z bu smartfon uchun begona. Chunki o'rtoqlar, men o'zim bir necha kunlardan beri bu modelni ishlatib yuraman. Shuning uchun o'rtoqlar bemalol aytaman. Xo'sh, o'rtoqlar, Honor 600 Pro Magic OS 10 obolochka bilan taqdim etilgan versiya Android 16 va o'rtoqlar operativ xotirasi 12 GB, ya'ni virtual 12 GB gacha operativ xotira qo'shsa bo'ladi. O'zi Honor kompaniyasi Magic OS ustida ancha ish olib boryapti. Chunki o'rtoqlar, smartfonni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lganlar bemalol ishlatishini ta'minlab beryapti. Misol uchun, funksiyalarni ko'radigan bo'lsak, hammasi qulay, ketma-ketligi juda ham yaxshi, tushunarli, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Panel ham o'rtoqlar juda ham sodda, juda ham oson va birinchi marta tutayotgan odam bu smartfonga bemalol o'rganib ketadi. Xullas, o'rtoqlar, Magic OS ancha o'sib boryapti. Smartfonni ishlash menga juda ham yoqdi. Menda yaxshi taassurotlar qoldirdi. Umuman olganda smartfon qotib ishlamayapti. Hammasi juda ham yaxshi. Ya'ni bu model nafaqat kamerada, balkim o'yinlarda ham o'zini yaxshi ko'rsatdi. Misol uchun, bu smartfonni men bir necha kunlardan beri ishlatib yuribman. Mana shu testlarim davomida
Ishlashdan umuman e'tirozim yo'q. Ya'ni smartfon juda ham silliq, juda ham tezkor ishlayapti. Hech qanaqa bu smartfonda bu narsa bo'yicha muammo yo'q. Lekin baribir o'sha fikrda qolaman. Bu smartfonga ham eng oxirgi Qualcomm'ning o'sha Gen 5 avlod, ya'ni Qualcomm Snapdragon 800 Elite Gen 5 protsessorini qo'yish kerak edi. Xo'sh, o'rtoqlar, men bir narsani sezdim. Menimcha bu narsani sizlar ham sezgan bo'lishingiz mumkin agarda Honor ishlatuvchi bo'lsangiz. Xullas, Honor kompaniyasi O'zbekistonga borgan sari moslashyapti. Ya'ni, men nima demoqchiman? Juda ham ko'p ilovalarni o'zbek tilida ishlatishga imkoniyat yaratib beryapti. Misol uchun shu kunlarda juda ham mashhur bo'lgan AI Image to Video. Bu 100% o'zbek tilini tushunadigan, rasmlardan video generatsiya qiladigan, hozircha faqat Honor modellarida bepul ishlaydigan sun'iy intellekt bo'ladi. Bu narsani ishlatishga hech qanaqa bilim shart emas, shunchaki yozishni bilsangiz bo'ldi. Keling, men sizga hozir real testlarda ko'rsatib beraman. Telefonda shunaqa funksiyasi bor, galereyani ochamiz, sajdatgan joy bor, sajdatni bosamiz va o'rtoqlar foto videoni tanlaymiz. Endi sun'iy intellektda har xil bo'limlari bor. Mana misol uchun, aytayotgan mana shunaqa yasa olasiz, mana shunaqa yasa olasiz. Hammasidan bor. Aytaylik, biron bir farqli bo'limni tanlaymiz-da. Aytaylik, misol uchun, mana bu bolakayga biza hozir, mana bu bolakayga prompt tayyor ko'rishingiz mumkin. Bu bolaga kostyum kiygazib ber, qora rangdagi smoking bo'lsin deyman, rasm tanladim va o'rtoqlar sajdat degan joyini bosamiz. Qaranglar, video tayyor bo'ldi. Hattoki ovoz effektlariga ham ahamiyat beringlar. Qaranglar. Ko'rasizlarmi o'rtoqlar, juda ham ajoyib, yana bir marta. Xullas o'rtoqlar, mana shunaqa videolarni bemalol yasasangiz bo'ladi. Keling, yana bitta yasab ko'ramiz. Misol uchun, aytaylik, biron bir misol uchun mana bu joydan rasm tanlaymiz. Qayerda rasm olsak bo'ladi? Mana bu joyda misol uchun mana rasm bor, dabayt bosamiz. Xo'p, misol uchun bu rasmga masalan qanaqa g'oya qilsak bo'lar ekan? Qaranglar, prompt yozdim, suratdagi odamga she'r tashlanib qolsin va odam qo'rqib ketsin deb o'zbek tilida o'rtoqlar, biz o'zbek tilida prompt yozib video yasaymiz. Qaranglar, surat tayyor va yana sajdat degan joyni bosamiz. Qarang endi o'rtoqlar, buni yasaganini qarang. Prompt zo'r bersangiz bor, zo'r narsalar qilsa bo'ladi-da. Play bosamiz. Yasaganini qarang. Xullas o'rtoqlar, bu funksiya hozircha faqat Honor modellarida bepul xohlagancha ishlatsangiz bo'ladi. O'zi umuman pulligini ham hozir boshqa smartfonlarning o'zi zavodskoy bo'lmaydi, faqat qo'shimcha ilovalar yoki qo'shimcha saytlar orqali yasaladi. Lekin Honorda bu narsani siz bemalol o'zini zavodskoy programmasida bepulga ishlatsangiz bo'ladi. Hozircha Honor 600 Pro, Honor 600 va yana boshqa Honor modellarida bu funksiya ishlaydi. Xo'sh, o'rtoqlar, endi videoni boshida aytilgan sovg'alarga to'xtaladigan bo'lsak, qaranglar, men konkurs e'lon qilganman. Konkursda nima yutib olishingiz mumkin? Misol uchun ko'rishingiz mumkin, Honor kompaniyasining mana shunaqa qimmatbaho soatlarni yutib olsangiz bo'ladi va o'rtoqlar, mana shunaqa ajoyib naushniklari va bitta gift boximiz bor. Xo'p, bularni yutib olish juda ham oson. Instagram sahifamdagi Honor 600 degan videoni topasizda, o'sha videoga bir dona like va kommentariy yozib qoldirsangiz agar, random orqali 30-iyun kuni kechqurungi soat adashmasam yo 8 yoki 9 da jonli efir orqali mana shu g'oliblar egasini aniqlaymiz. Random orqali, ya'ni haqqoniy yutuq egalaridan birgalikda aniqlaymiz. Xullas o'rtoqlar, sovg'alarni yutib olsanglar bo'ladi. Juda ham oson. Honor 600 Pro da kontent iste'mol qilayotganda, misol uchun video ko'rayotgan yoki kino ko'rayotganda ovozi qanaqa chiqarib berar ekan degan savol tug'ilishi mumkin. Kelinglar, men sizlarga hozir buni dinamikasini test qilib beraman. Hozir misol uchun mana bitta muzika tayyorlab qo'yganman. Hozir shuni play bosamiz. O'rtoqlar, bu smartfon stereo dinamikalar bilan jihozlangan. Pastki qismida va tepa qismida dinamika bor. Hozir test qilib ko'ramiz. Pastki qismi yopaman. Pastki qismi yopildi. Xo'sh, sifat yaxshi. Baslari bor, lekin unaqa buzaveradigan darajada emas. Ya'ni norma. Misol uchun tepa tarafi, ya'ni tepa tarafi ozgina pastroq ekan, lekin tepadagi dinamikani sifati menga yoqdi. Lekin pastroq. Misol uchun ba'zi smartfonlarda pastki qismini yopganda ham jarangdor bo'ladi, lekin sifati ozgina pastroq bo'ladi. Lekin bunda, ya'ni Honor 600 Pro da shuni tanlashibdi. Mayli, ozgina pastroq bo'ladi, lekin sifatli chiqarib berishni tanlashibdi. Xullas, bu modellar dinamikasiga 10 dan 7 ball bergan bo'lardi. Albatta, bu mening shaxsiy fikrim. Siz necha ball bergan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Smartfonning batareyasi haqida gapiradigan bo'lsam, o'rtoqlar, yana o'sha gap. Ya'ni 708 mm lik smartfonning ichiga, mana shu korpus ichiga 7000 mAh lik batareya o'rnatilgan. Bu juda ham zo'r. Ya'ni hammaga yoqadi. Smartfon ingichka bo'lsa-da, lekin
batareykasi uzoqqa yetib bersa. Xullas o'rtoqlar, bu smartfonning batareykasida men ba'zi testlarni o'tkazganman. Hozir sizlarga natijalari bilan bo'lishaman. YouTube'da 1 soat video uchun 7% batareyka rasxod bo'ldi. O'yinda 1 soat uchun 18% batareykasi ketdi. Kun davomida ishlatganimda 100% dan 43% batareyka qoldi. Aynan shu kuni kino ko'rdim, misol uchun videolar ko'rdim, internetdan foydalandim va ozgina o'yin ham o'ynadim. Bu ko'rsatkichlar juda ham zo'r hisoblanadi. Honor 600 Pro modeli boshqa devaslarga ham zarar berishi juda ham yaxshi bo'lgan. Ba'zan yaqinlaringizga ham foyda tegishiga sabab bo'ladi. Masalan, yoningizdagi odamni iPhone zaryadkasi kam qolgan bo'lsa, sizni smartfoningiz orqali bemalol zaryadka qilib olsa bo'ladi. Va hozirgi kunda juda ham muhim narsaga aylangan besprovодной zaryadka olishni ham 50 wattgacha qo'llab-quvvatlaydi. Hozir nima elektromobil olsangiz, hammasida mana shu joyda bekorga qilmayapti o'rtoqlar bu narsalar. Besprovодной zaryadka olish uchun maxsus joylar ajratilyapti. Xullas o'rtoqlar, bu smartfon bilan siz bemalol xohlagan joyingizda, shu mashinada bo'ladimi, powerbank orqalimi, qanaqadir gadjetlar orqali 50 wattgacha simsiz zaryadlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana o'rtoqlar, iyun oyida eng ko'p muhokama qilingan smartfon Honor 600 Pro ni ham sizlarga to'liq obzor qilib berishga harakat qildim. Bu smartfonni sizga nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi, nimasi hayratlantirdi? O'zi umuman olganda bu smartfon haqida siz qanaqa fikrdasiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Menga bu narsa juda ham qiziq bo'ladi. Agarda meni fikrimga to'xtaladigan bo'lsak, narxiga ozgina qimmatligini hisobga olmasa, smartfon yomon emas. Misol uchun ergonomik tarafdan juda ham zo'r, displey juda ham yaxshi, AI qobiliyatlari ayniqsa hozircha boshqa modellarda yo'q bu narsa. Honor modellarida shunaqa AI juda ham zo'r ishlayapti. Lekin narxi nimaga qimmatligini ham qiziqib ko'rdim. Misol uchun shunaqa ma'lumotlar ko'rdimki, hattoki 2026-yilda oxirigacha qanaqa smartfon chiqsa, narxi oldingisiga qaraganda ozgina balandroq bo'lishi kutilyapti. Ya'ni bunga nima sabab? Misol uchun sun'iy intellekt tufayli chip ishlab chiqaruvchi va xotira ishlab chiqaruvchi kompaniyalar smartfonlarga yetkazib berishda muammo bo'lganligi uchun narx sun'iy ravishda ozgina oshirildi. Bu smartfonlarga ta'sir qilyapti. Ba'zi kompaniyalarga ta'sir qilyapti, ba'zilarga ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin Honorga bu narsa ta'sir qilgan. Shuning uchun o'rtoqlar smartfonning narxi balandroq chiqilgani haqida ma'lumotlarni o'qidim. Ya'ni endi bundan buyog'iga smartfonlar, misol uchun chiqadigan mana 2026-yilgacha qancha smartfon kutib olamiz? Narxida ozgina baland bo'lishi kutilayotgan ekan. Endi o'rtoqlar qolganini biz o'sha smartfon chiqqanda hammasi ma'lum bo'ladi, hammasini kuzatib boramiz. Xullas o'rtoqlar, bugungi video shundan iborat edi. Agarda bu smartfonning videosi sizlarga ozgina bo'lsa ham yoqqan bo'lsa, like va komment qoldirib qo'ysangiz, meni kanalimga, kanal rivoji uchun ancha hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr o'rtoqlar, salomat bo'linglar.